Assalamu alaykum, hürmetli televizor ko'rguvchilar. Assalom, bugungi bu xosiyatli kechiligimizga qatnashayotgan qadrli mehmonlar, rahbarlar. Televizor oldida o'tirgan suyimlik balalar, qadrli ota-onalar. Oldi bilan biz hammanglarning teniga salomatlik, hayotingizga cheksiz xushallik tilaymiz. Hammamizga ma'lum, omaq va sabiy balalar ota-onalarning ko'z guhuri va yurak parisi. Butkul jamiyatning umidi va kelgusining egisi. Shunda balalarni qadrlaganlik bugunimizni, atimizni va go'zal kelajagimizni qadrlaganlik bo'ladi. Şuna biz bugün bu yerda 1-iyun Xalqaro balalar bayrami munosabati bilan 90-yillardagi balalar taraqqiyot plan programmasi bilimlaridan zihin sinash san'atkechiligini o'tkazyapmiz. Televizor oldida o'tirgan har bir ota-ona, har bir sabiy bola balalarning yashashi, qo'g'dinishi va taraqqiyot haqida ma'lum tushunchaga ega bo'lsa, biz shuni intayin zo'r xushallik deb bilamiz. Әмсі біз Abdunum rayonluq ayollar birleşmesi bilan Şinjan televiziya stansiyasi birlikte işlegen bugünkü bu zihin sinash san'atkechiligimizni boshlab o'tmamdik. Shunda qilaylik. Bahar faslida bog'larda ichilib ketgan sonsiz chechaklar, oltin kuzdagi sharbatlik mevalarning yorqin beshorati. Shundaq. Xuddi shuningga o'xshash maktablardagi o'smir g'unchilar kelgusidagi yaramliq azmatlarning yorqin siymosi emasmi? Nayt to'g'ri aytdingiz. Undaq bo'lsa, Diloraning o'rinlashidagi chechaklar degan naqshidan bahra olaylik. Hürmetlik televizor ko'rguvchilar, bugungi zihin sinash musobaqamizga Abdunum rayon rahbarlaridan Abdunum rayonluq partkomining doimiy hay'at a'zosi, Abdunum rayonluq ayollar birlashmasining raisi Xalcham Islom.
Abdunum rayonunun muavin raisi, Abdunum rayonluq ayollar balalar xizmeti komitetining müdiri Yusuf Aysa. Məmləkətlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining hay'at a'zosi, Məmləkətlik ayollar birləşməsining muavin raisi Mahinur Qasim. Abdunum rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komitetining muavin müdiri Amina G'appar. Abdunum rayonluq siyasi maslahat kengashining muavin raisi Pasha İşan. Ve onundan başqa Abdunum rayonluq ayollar balalar xizmeti komitetining münasibətlik rəhbərləri qatnaşdı. Biz stansiyamizdagi barliq yo'ldoshlar va televizor ko'ruvchilar nomidan bu rahbarlarning bugungi so'rinimizga qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganligiga rahmat aytamiz va ularni qizg'in qarshi olamiz. Endi oldi bilan bugungi zihin sinash musobaqasiga qatnashgan komandalarni tanishtirib o'tamiz. Birinci munberdikiler Abdunum Rayonluk Muharip Komiteti komandası. İkinci munberdekiler Ürümçi Şehirlik Ayollar Birleşmesi komandası. Üçüncü munberdikiler Abdunum Rayonluk Səhiyyə Nazarət komandası. Dördüncü munberdekiler Karmay Şehri komandası. Beşinci munberdikiler Abdunum Rayonluk Ayollar Birleşmesi komandası. Altıncı munberdekiler Turpan Vilayeti komandası. Tövəndə bugünkü zihin sınaş müsabiqəsinin qayda tərtiblərini tanıştırıb ötdümiz. Bugünkü zihin sınaş müsabiqimizga 6 komanda qatnaşıdı. Musabiqa yakka, kollektiv ve talışıp cevap verişten ibaret 3 tür boyunca berildi. Yakka cevap berishda riyosatchi qaysi komandadagi qaysi mahirdan savol so'rasa, shu mahirla javob beradi. Shu mahirning sheriklarining uningga har qanday shakl bilan aytib berishiga bo'lmaydi. Kollektiv cevap verişte riyasetçi soğanını qaysi komandadan sorsa şu komandadaki xalagan bir mahir komanda kollektiv üçün cevap verdi. Talışıp javob berishda riyosatchi savolni o'ttirga qo'ygandan keyin signal knopkasini qaysi komanda oldi bilan besib olsa, shu komanda javob beradi. Riyosatchi boshlandi demasdan burun knopkani besib atganlardan 10 numar tortiladi. To'liq javob beramaganlardan 10 numar tortiladi. Bu qitimqi zihin sınaş musabiqəsinin bağlıqçılığını riyasetçiler öz üstüge alıdı. Abdunum Rayonluq Ayollar Birleşmesi, Abdunum Rayonluq Muharip Komiteti, Abdunum Rayonluq Səhiyyə Nazarətidən kelgan 3 xodim musabiqaga nazoratchilik qiladi. Biz bugungi musobaqa qatnashgan komanda va mahirlarning yaxshi natijaga erishishiga tilakdoshlik bildiramiz. Qani onda bo'lsa, yakkilar bo'yicha savol so'rashni boshlaymiz. Birinchi munbardagi birinchi nomerlik mahir diqqat. 90-cı yıllardaki dünya balları meselesi katta başlajığında qaysi iki hüccet maqullangan? Jungo hükümetiga vakaleten kim bu iki hüccetga imza qo'ygan ve va'da bergan? Birinci ballarniki qo'g'inishi taraqqiyot dunyo kitobnomasi, ikkinchisi 90-yildagi ballarniki yashashi qo'g'inishi taraqqiyot dunyo kitobnomasidagi e'lon qilish plani. Bununla Lepan Zonlu Jungo hükümetiga vakaleten xitobnoma ve hareket planiga imza qo'ygan ve va'da bergan. Cevap asosiyatin to'g'ri oldu. Qani 10 nomer berilsin. İkinci munbardagi birinchi nomerlik mahir. 1987 yılı ilip berilgan meyiplarni nusxi ilip tekshirishda rayonimizda qancha gazgacha balığı ma'lum bo'lgan. Buning ichida tug'ilib 14 yoshgacha bo'lgan gazgacha bola qanchalik? Rayonimizda 210 ming gazgacha meyipning bor. Gazgacha meyip var. Bunun ichida tug'ilib 14 yoshgacha bo'lgan gazgacha meyiplar 35 mingga yetadi. Javobingiz nihoyat to'g'ri bo'ldi. Qani 10 nomer berilsin. Üçüncü jozdaki birinci mahir dikkat. Sual. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin mecburi muharip kanunu qaysi yıl, qaysi ay, qaysi günden başlap resmi yolu koyuldu? Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin mecburi muharip kanunu 1986 yılı 7. ayının 1. günden başlap resmi yol koyuldu. İntayın doğru cevap verdi. Qani 10 nomer bereyli. 4-ci munbardagi birinchi nomerlik mahir.
Jungo balalarının taraqqiyot plan programmasi qachon e'lon qilingan? Muhim ahamiyati va asosiy mazmuni nimalardan iborat? Jungo Ballarının Taraqqiyot Plan Programmasi 1992 yılı 2. ayının 16. günü Goviyen tarafından e'lon qilingan. Programma mushu asr ichidagi elimiz ballar xizmatidagi programma xarakterli hujjat bo'lib, uningda 2000 yilgacha elimiz ballarning yashashi, qo'g'dinishi va taraqqiyotiga aloqador 10 muhim masala o'tirib qo'yilgan. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Qani 10 nomer berilsin. Endi 5-ci jozdagi 1-mayir diqqat. Savol. Junxo Xalq Cumhuriyetining meyiplarni kafolatlantirish qonuni qanchinchi yili, qanchinchi oyning qanchinchi kuni e'lon qilingan? Junxo Xalq Cumhuriyetining meyiplarni kafolatlantirish qonuni 90-yili 12 ayning 28 kuni e'lon qilingan. Nay, to'g'ri javob berdi. Qani 10 nomer beraylik. 6-cı munberdagi 1-ci nomerlik mahir. Umumiy plan programmasida belgilangan balani ana sütida beqish nisbatining nishoni nima? Ballarni ana sütida beqish nishoni 2000 yilgacha bo'lgan 2000 yilgacha 2000 yilgacha o'lkani birlik qilib 80% ga yetkazish. Bu balani ana sütida beqishning nishoni. Javobim tugadi. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Qani 10 nomer berilsin. Endi yaklar bo'yicha ikkinchi qitimliq savol so'rashni boshlaymiz. 1-ci jozdagi 2-mayir diqqat. Jungo ballarının taraqqiyot plan programmasini Şinjangda yo'l qo'yish loyihasi qachon e'lon qilingan? Asosliq mazmuni va ahamiyati nimalardan iborat? Jungo ballarının Taraqqiyot plan programmasini Şinjan yo'l qo'yish loyihasi 1992 yili 9 ayning 18 kuni Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumati tomonidan e'lon qilindi. Şinjanning program yo'l qo'yish loyihasi mushu asr ichidagi Avtonom rayonimiz balalar xizmatidagi program xarakterli hujjat bo'lib, uningda 2000 yilgacha Avtonom rayonimiz balalarining yashashi, qo'g'dinishi, taraqqiyoti nishoni qarta 12 muhim nishon o'tirib qo'yilgan bo'lib, bu ikki bosqichga bo'linib elib berildi. Asasen to'g'ri bo'ldi. Qani 10 nomer berilsin. 2-ci munberdagi 2-ci nomerlik mahir. Memleketimizde 90-cı yıllardaki balalar taraqqiyot plan programmasi yig'ini qachon qayerda içildi? Memleketimizde balalar taraqqiyot plan programmasi 1992 yili 9 ayning 18 kundan 23 kunigacha Şinjanning Urumchi shahrida içildi. Javobim tugadi. Javobingiz nayt to'g'ri bo'ldi. Qani 10 nomer berilsin. 3-cü munberdagi 2-mahir diqqat. Savol. Memleketimizde qancha yillik majburiy muarif yo'l qo'yildi? Javob 9 yillik majburiy muarif yo'lga qo'yildi. 10 nomer berilsin. 4-cü munberdagi 2-ci nomerlik mahir. Yeni tug'ilgan balalardagi qatmi kasallikning oldini qanday elish kerak? Yeni tug'ilgan balalardagi qatmi kasalliklarning oldini olish uchun yeni usulda tug'ut qabul qilish va tug'ut yeshidagi ayollarga, onalarga anokul toksikni emlashdan iborat. Javobingiz to'g'ri. 10 nomer berilsin. Endi 5-ci jozdagi 2-mayir diqqat. Savol. Yo'tkemlik kasalligining oldini olish va uni davolashning eng unumli, bexatar, qolaylik, tejashlik usuli qaysi? Javob yotliq tuzishdan iborat. Javobim tugadi. Asosiyatni to'g'ri. 10 nomer berilsin. 6-cı munberdagi 2-ci nomerlik mahir. 2000 yılga baganda suv qis rayonlardagi yezlarda yaxshilangan suvdan bahramand bo'ladigan nopus qancha %ga yetkaziladi? 2000 yılga barganda yezlarda suqis rayonlardagi yezlarda yaxshilangan suvdan bahramand bo'ladigan nopus 95% ga yetkaziladi. Javobingiz to'g'ri. 10 nomer berilsin. Mehirgül. Hozir mening balliq chog'larimdagi bir ism kelyapti. Belki hiliqi artist bo'lishni xohlamaydigan qiz degan filmda artistlikka tanlanmay, men bu ismimni Mahira deb qo'yib olsam bo'pti ekan deb do'stlaringizni kuldirib atganligingiz esingizga kelib qolgandi balki. Siz buni unutmabsiz-da. O'g'il rejissyorning o'rinlashtirishi bilan degan gap. Shundaqdimi, hozir jamiyatimizda bolalarning ahliga, tiliga qaramay, jismiga, jinsiga,
ismiga, ata-analarning kimligiga qarab muomala qilganlarmi az emas. To'g'ri. Mencha oldi bilan bolalarning aqliy, axloqiy va jismoniy jihatlardan atrofliq yetilishiga ko'ngil bo'lishimiz kerak. Nay to'g'ri aytdingiz. Amsa Tursun Turg'unning o'rinlashidagi tilak degan naqshini ko'pchilik bilan birlikda anglab baqmamdik. Shunday qilaylik. Yaşaylı, yaşaylı, uzun ömür göreyli. Tele daim ottan gelsin küleyli. Tele daim ottan gelsin küleyli. Ottan gelsin küleyli. Tele daim ottan gelsin küleyli. Ottan gelsin küleyli. Dost kadrini bileyli, gözlemizsin küleyli. Ciddi sağlam yaşaylı, uzun ömür köreyli. Bolsa bizge hatırcamlık bemniyet yar. İnak yaşap hayat beyzi süreyli. Hayat beyzi süreyli. İnak yaşap hayat beyzi süreyli. Hayat beyzi süreyli. Dost kadrini bileyli, gözlemizsin küleyli. Tuttuk sağlam yaşaylı, uzun ömür köreyli. Dost kadrini bileyli, gözlemizsin küleyli. Tuttuk sağlam yaşaylı, uzun ömür köreyli. Köplеген balalar yaslilarda, bog'chalarda, maktablarda güzel balalıqning lazzatini sürüvatıdı. Biroq nayta ostondagi bolalar ota-onalarning bolalarga bo'lgan tushunchasining kamchiligidan maktablardan ayrilib, bolalikning go'zal aslimlaridan mahrum qolmoqda. Yani şu balalarning muңliq sadası haqiqatanmi kishining yurak tarini chekidi. Amsa inimiz Yusufjonning mushaqdagi naqshisi quloq solaylik. Shunda qilaylik. Eğitip bergin ey otana, ötküzdüm ben
Endi yekkile boş sual soraşını devamlaştırımız. Birinci munberdeki 3. mahir dikkat. Sual. Manila programmasi qachon tuzilgan ve e'lon qilingan? Uning asosiy mazmuni nimalardan iborat? 1993 yılı 9. ayda Şarkı Asya ve Tinch Okean rayonu boyunca 90 yıllardaki ballarının taraqqiyot nişanı alaqadar devletlerinin ministerlik kengeş yığını Manilada içilgan. Şu vakitte Manila fikirnamesi maqullandı. Fikirnamıga 17 devletin vekili 90 yıllardaki ballarınınki oturmazgil taraqqiyot nişanı 12 yıl nişanı oturup koydu. Hem bu bütün dünyadaki devletlerinin 95 yılın ahırgıça amalga oshirdigan ballarning yaşışı, qo'g'inishi ve taraqqiyoti nişanıdır. Cevabınız nayt doğru oldu. Kene 10 numar berilsin. İkinci munberdeki 3. numurluk mahir. Şinjan Uyghur Abdunum rayonunun Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin meyiplarını kapaletlendiriş kanununu yolga koyuş çağrısıda meyiplarının kanunluk hukuk menfaatiga daxli terörist qilishdak qilmishlarni bertaraf qilish qandoq belgilangan? Yolu qo'yish chorasining 7-bob 45 moddasida tuvanki qilmishlarning birini sodir qilganlarga munosabatli o'rinlar ma'muriy jazo ko'rdi. Agar jinoiy shakllantirilsa, qonun bo'yicha jinoiy javobgarlik surishtirildi deb belgilangan. Birinchidan, meyiplarni beqish, ular qarash majburiyatini ado qilmaganlar. Ikkinchidan, meyiplarni qarlagan, xo'rlagan, haqoratlagan, tashlab etganlar. Uchinchidan, meyiplar maxsus qilgan muassasalarga buzg'unchilik qilgan va uni nobud qilganlar. To'rtinchidan, meyiplar ishlarini rivojlantirish ishlatadigan iyon mablag'i yoki pul qatorliq narsalarni qisib olgan, egallab olgan, tutib qolganlar. Javobim tugadi. Cevabınız doğru. 10 numar berilsin. 3. munberdeki 3. mahir dikkat. Sual. Namrat o'quvchilarning o'qishga yordam berish uchun davlat qanday rasxod ta'sis qildi? O'qish yordam puli ta'sis qildi. Javobim tugadi. 10 numar berilsin. 4. munberdeki 3. numurluk mahir. Planlıq immunitlaşdaki 4 xil vaksina qaysi 6 xil kasallikning oldini oladi? Boğma, kökütel, boğma, katma, qizil, tuberkulyoz ve balla palçışı qatarlıq kasallikning oldini oldu. Javobim tugadi. Cevabınız doğru. 10 numar berilsin. Endi 5. jozdagi 3. mahir dikkat. Kichik ballardagi ish surishni alohida davolaganda o'z tayyorlagan shekarlik tuz suyi bilan qandoq tuz suyini qandoq ishkizish kerak? Cevap. Kichik bolalarning ish surib qolgan vaqtdan boshlab ishkizish. Ishkizib suv sizilishining oldini olish. Tuz eritmiş suyini az-azdan pat-pat ishkizib berish. 2 yoshga to'shmagan bolalarga 1-2 minutda bir qo'shiq. Uningdan cho'ngroq bolalarga stakan bil ishkizsi bo'ldi. Javobingiz asosan to'g'ri bo'ldi. 10 numar berilsin. Altıncı munberdeki 3. mahir. Qaysi kasalliklar yodning kamligidan paydo bo'ladi? Cevap tug'ma g'ayrilik, tug'ma ojizlik, zehniy kuch ojizlik, yerli xarakterlik, qalqon bez ishig'i, shundaqlar yerli xarakterlik, kiritim kasalligi qatorliqlar yod kamligidan kelib chiqadi. Javobim tugadi. Cevabınız doğru. 10 numar berilsin. Balılık çağlarımda, bahar fəslində dostlarım bilan har xil qush shakillik laglaklarni yasab osmonda parvoz qildiratdim. Men mu endil yaşargan dallardan 4 quloq izlab, birer 4 quloq deb olsam, xo'shalligimdan kecha uxlayolmaydim. Qushlarning sayrashlarini tinglab, kakuk navosini sanab ketishlarimiz cho'diqi. O'zimizning gapini qilib boshqalarni zeriktirib qo'ymayli. Qani hammamiz birlikda bahar fasli chiroyli degan naqshini anglayli. Qani shunday qilayli. Üstler
Hazır bu keçiligimizge qimmatlik vaqtini chiqarib qatnashib berayotgan Abdunum rayonining muavin raisi, Abdunum rayonlik ayollar balalar xizmati komitetining mudiri Yusuf Aysa akini bir necha yig'i so'zlab berishga taklif qilamiz. Hürmetlik mehmanlar, hürmetlik kichik do'stlar. 1-iyun Ballar bayrami yetib kelish oldida men Abdunum rayonlik partkom, Abdunum rayonlik xalq hukumatiga vakolatan bütün Şinjan'daki 5 milyon 200 ming her millet o'smirlardan bayram münasebeti bilan samimiy hal so'rayman. Bayramingizlarni qizg'in tabriklayman. Balalarni tarbiyalash yo'lida yurak qinini sarf qilayotgan balalar xizmatchilariga va ota-onalarga oliy ehtirom bildiraman. Bugün Abdunum rayonlik ayollar balalar xizmat komiteti Şinjan televiziya stansiyasi birlikte 90-yillardagi balalar taraqqiyot plan programmasidan zihin sinash bu musobaqani o'tkazayotimiz. Bu plan programmasining o'ttir mezgillik nishonini keng ko'lamda tashviq qilishning bir xil yaxshi shakli. Balalarning yoshi, qo'g'dinishi, yetilishi bu bir universal ijtimoiy qurilish. O'ttir mezgillik nishonni ishga oshirish har qaysi taraflarga chetishlik muhim xizmat bo'lib, butkul jamiyatning birlik tutib, obdan boshqarishiga muhtoj. 92-yili Jungo Balla taraqqiyot plani programmasi va Abdunum rayonimizda ijro qilish loyihasi e'lon qilingandan buyon rayonimizdagi har darajalik partiya, hukumat va munosabatlik o'rinlar programmadagi nishonlarni ishga oshirish uchun bir qator chora-tadbirlarni qo'llanib, unumli xizmatlarni ishladi. Zo'r natijalar qo'lga keltirildi. Lekin rayonimizning iqtisodiy taraqqiyoti tashib bo'lmaganligi, bir qism chat, yiroq, nomrat rayonlarning iqtisodiy taraqqiyoti bir qadar oqida bo'lganligi uchun Balalar taraqqiyot plan programmasini o'ngishli amalga oshirishda ma'lum qiyinchiliklar bo'lmoqda. Shunga har qaysi aloqador tarmoqlar va o'rinlar o'z vazifasini ado qilib, o'z mas'uliyatini ustiga olib, o'zaro moslashib, zich hamkorlashib, amaliy ishlab, o'ttir mezgillik nishonda o'tirib qo'yilgan vazifalarni to'liq o'rindashimiz lozim. Vaqt jiddiy, vazifa mushkul, mas'uliyat og'ir. Shuning uchun hammamiz birdek tirishchanlik ko'rsatishimiz lozim. Tashviqot o'rinlarining har xil jonliq shakllar orqali hal tashviq qilishi butkul jamiyatning ko'ngil bilishida to'rtkilik rol o'ynaydi. Bundan keyin har xil vositalardan foydalanib, tashviqot xizmatini texnik yaxshi ishlab, rayonimizda Balalar taraqqiyot programmasining o'ngishli olib berilishiga kafolat qilaylik. Bu yil 9-oyda Dunyo ayollar yig'inining poytaxtimiz Beijingda ishilishini amaliy harakatimiz bilan qizg'in kutib olaylik. Oxirida bugungi zihin sinash musobaqaning muvaffaqiyatli bo'lishini umid qilaman. Ko'pchilikka rahmat. Rahmat sizga. Emekirgün. Tanşapika bir yerde bulbulning ovozi chiqyapti qanday? Nim deydigansiz? Yurtingizga bulbulliq bog'lar esingiz kelib qaldimi qandaq? Nay, to'g'ri aytdingiz. İli vadisidan kelgan o'smir naqshchi Hasanjon Tursunning ovozi haqiqatan bulbulning ovoziga o'xshaydi ekan. Qani amsa Hasanjon sahnaga marhamat. Bağışla
Gruppalar bo'yicha kollektiv javob berishni boshlaymiz. Birinchi munbardagilar diqqat. Savol. 1994-yili 12 ayning 5-kuni va 95-yili 1-ayning 5-kuni mamlakat bo'yicha yulun sur moddasi yallig'i immunitetni kuchaytirish faoliyatini qanot yaydirishdagi talablar nima? Buningdagi asosiy talab 4 yoshdan kichik o'smirlarga burun vaksina ishlatgan yoki ishlatmagan bo'lsin, ularga bir qatim ballar polichi, shikarli ko'milish vaksinasini ishkizish talab qilingan. Nay, to'g'ri javob berdi. 10 numar beraylik. Ikkinchi munbardagilar, diqqat. Balani ana sutida beqishning qanday foydasi bor? Ana sütü balının köngüldekidek ozuqlığı. Onun tərkibideki ozuqluq maddeler asan hazm buldu, şümürüldü, payda buldu. 4 aylıqdan 6 aylık içindeki ballarının ösüp yetilişi, tərəqqi qilish ehtiyacını qandıralaydı. İkinciden, ana sütü tərkibide yuqumlışqa qarşı turgan maddeler nayet mol bulup, balını kesellikten saqlaydı. Üçüncüden, ana sütü pakize, temperaturası muvaffaq. Dördüncüden, ana sütü ana bilen balını yıkılaştırıp mihirnaştırdı. Beşinciden, ana sütü anının doğutdan keyin salomatligining tezroq asliga kelishiga, bal yotqisining qisqarishi hamda tug'ut vaqtining uzarishi, tug'ut orlig'i vaqtini uzartishga foydali. Javobim tugadi. Javob to'g'ri bo'ldi. 10 numar berilsin. 3-chi munbar diqqat. Yodliq tuzni qanday saqlagan yaxshi? Kichik bolaqliq yod qo'shilgan tuzni elib, og'zi mahkam etilgan botilka yoki idishlar saqlagan yaxshi. Javob nay to'g'ri bo'ldi. Yana 10 numar qo'shilaylik. 4-chi munbardagilar, diqqat. Hamma odamning yodliq tuz ichishi qachondan boshlab umumyuzlik yo'lga qo'yiladi? Hamma odamning yodliq tuz ichishi 1995-yildan boshlab yo'l qo'yildi. Javobim tugadi. Javobingiz nayt to'g'ri bo'ldi. 10 numar beraylik. 5-chi munbardagilar diqqat. Mamlakatimiz majburiy muarif qabul qiluvchi o'quvchilardan qaysi pullarni elishni kechirim qilgan? Majburiy muarif qabul qiluvchi o'quvchilardan o'qish pulini elishni kechirim qilgan. Javobingiz nay to'g'ri bo'ldi. Qani 10 numar beraylik. 6-chi munbardagilar diqqat. 1994-yilgacha dastlabki ma'rifni umumlashtirish bo'yicha qancha nahiya shahar avtonom rayon tarafidan tekshirib topshirib elindi? 86 nahiye şehir. Javobingiz to'g'ri. 10 numar berilsin. Ballarni tarbiyalash va ularni yaramliq odam qilib chiqishda hurmatli o'qituvchi ustozlarning to'kpisi haqiqatan ko'p. Shunga ularni hurmatlashimiz, qadrlashimiz va izzatlashimiz kerak. Endi yosh naqshchi Nurgul Aysoning o'rilishidagi aziz ustoz degan naqshini anglaylik.
Hazır tanışıp cevap verişini başlayımız. Elimizning balalarning huquq manfaatini qo'g'dashdagi strategiya va tadbirlari qayslar? Boshlandi. Ikkinchi munbar. Balalarning huquq manfaatini qo'g'daydigan strategiya tadbirlar birinchisi mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komiteti tasdiqlagan balalar huquq ahdnomasi. Ikkinchisi Junxo Xalq Cumhuriyeti e'lon qilgan Junxo Xalq Cumhuriyetining balog'atga yetmaganlarni qo'g'dash qonuni. Üçüncüsü, her qaysi ülke Abdum rayon biyas qarashıq şəhərlərinin öz rayonunda 1995 yıldan ilgiri bekitken Junxo Xalq Cumhuriyetining balog'atga yetmaganlarni qo'g'dash qonunini ijro qilib yo'l qo'yishdagi tafsiliy prinsiplari. To'rtinchisi, balalarning huquq manfaatini qo'g'daydigan nurg'ulg'an qonun nizomlar tuzilib mukammallashtirildi. Alayliq sifatli tug'ish qonuni, saqliq saqlash qonuni, oila tarbiyasi qonuni, balalarning sog'lomlikni boshqarish teoriyasi, Jungo anasıtı orunda işildiğin buyumlarını setiş saklaş kaydesi. Cevabım tügüdü. Tayyorlig'ingizni ayt yaxshikan, to'g'ri javob berdingiz. Qani 10 numar beraylik. Savol. Kimlar o'qish yoshiga yetgan bolalar o'smirlar deyiladi? Boshlandi. Ikkinchi munbar. Qonun bo'yicha maktabga kirib, belgilik vaqt ichida majbur ma'rif oxirlashtira oladigan yosh quramlik o'smir bolalarni ko'rsatdi. Javobni tugdi. Javobni ayt to'g'ri bo'ldi. Ya'ni 10 numar beraylik. G'unchi planidagi Xinjiangda qiz bolalar sinfini etishning konkret taraflari nima? Boshlandi. 5-munbar. Javob. Yerlik hukumat va ma'rif tarmoqlari sinf o'quvchilar yottig'i, oshxona, o'qituvchilarni hal qilish shart ostida echish. Shuningdek, foydali tadbirlarni qo'llanib, o'quvchilarning yarim yo'lda o'qishdan chekinmasligiga kafolatlik qilish talab qilingan. G'unchi plani butun jamiyatning keng qo'llashiga erishish talab qilingan. Javobim tugdi. Javobingiz to'g'ri. 10 numar beraylik. Junxo Xalq Cumhuriyetining yemekliklarning tuzugi yod qo'shib, yod kamlikdan bo'ladigan xavfini yo'qotish bo'yicha boshqarish teoriyasi qachon yo'lga qo'yilgan? Teoriyada yod qo'shilgan tuzni parcha setish kasbi bilan shug'ullanadigan o'rin va shaxsiylar qaysi o'rindan mol kirgizish kerakligi belgilangan. Boshlandi. 5-munbar. 1994 yılı 10. ayının 1. günü yol qo'yilgan bo'lib, buningda har qaysi o'lka Abdum rayon bivas qarashliq shaharlarning xalq hukumatlarining tuzni boshqarish organlarining yod qo'shilgan tuzni boshqarish korxonalaridan mol kirgizish talab qilingan. To'g'ri javobingiz to'g'ri. 10 numar beraylik. Ajdodlar jaranglatgan san'at ruhi avlodlarning qalbida jaranglasa, u texmo muqaddas buyuklikni quchoqlaydi. Ajdodlarning pok va muqaddas ruhi avlodlarga umid va istak ato qiladi. Endi Urumchi shaharlik 14-o'rta maktabning o'rilishida o'shaq muqami 1-daston marg'ulni anglanglar.
Әмді группаларның ерішкен номерini bir e'lon qilib o'taylik. Abdunum rayonluq muharib komiteti 140 номерге erişdi. Ürüm şehir komandası 160 номерге erişdi. Abdunum rayonluq Səhiyyə Nazaratının komandası 140 номерге erişdi. Qarmay şəhri komandası 130 номерге erişdi. Rayonluq Ayollar Birləşmesi komandası 160 номерге erişdi. Turpan viloyati komandası 140 номерге erişdi. Musobaqamizda birinchi darajalik mukofotdan birini o'rinlashtirgandik. Hozir 2 o'rin tanglashib qoldi. Urumchi shahri komandasi 160, Abdunum rayonluq ayollar birlashmasi 160 bo'lib qoldi. Hozir boshqadan musobaqa qilasizlar. Diqqatda. Abdunum rayonimizda eng baldur dastlabki majburiy ma'rifni umumlashtirgan nahiya qaysi? Qaysi yil umumlashtirgan? Boshlandi. İkinci munber. Qashqarning Yupurg naisi bo'lib 1984-yil umumlashtirgan. Javobim tegdi. Javobingiz to'g'ri. 10 nomer berilsin. Birinchi munber, 3-chi munber, 6-chi munber, 3 munber musobaqa qilasizlar. Diqqatda. Namrat o'quvchilarning o'qishga yordam berishi uchun davlat qanday rasxod ta'sis qildi? Boshlandi. 3-chi munber. O'qish yordam puli ta'sis qildi, javob tugdi. Javobingiz to'g'ri. 10 nomer berilsin. Ürüm şəhri 170 nomer bilan birinci dərəcə oldu. Abdunum rayonluq ayollar birləşməsi komandası 160 nomer bilan, Abdunum rayonluq Səhiyyə Nazaratı 150 nomer bilan ikinci dərəcəlik mükafatqa erişdi. Abdunum rayonluq Ma'rif komiteti 140 nomer bilan, Qarmay şəhri 130 nomer bilan, Turpan viloyati 140 nomer bilan 3-cü dərəcəlik mükafatqa erişdi. Endi mukofot tarqitishni boshlaymiz. 3-cü dərəcəlik mükafatqa erişkən komandalarga Abdunum rayonluq Xalq Qurultayı daimi komitetinin muavin müdiri Amina G'affarada, Abdunum rayonluq siyosiy kengashining muavin raisi Pasha Ishonada, Ürümchi shaharlik partkomining muavin sho'jisi Mehmet Saley akla mukofot buyum taqdim berdi. Qani mahirlar sahnaga chiqaylik. Endi ikinci dərəcəlik mükafatqa erişkənlərə Abdunum rayonluq ayollar birləşməsinin rəisi Xəlçəm İslamədi bilan Abdunum rayonunun muavin rəisi Yusuf İsa akini mukofot tarqitib berishni taklif qilamiz. Yana qizg'in qarshi olaylik. Birinci dərəcəlik mükafatqa erişkən komandaga Məmləkətlik Ayollar Birləşməsinin muavin rəisi Mayinur Qasım Hədə mukofot buyum taqdim berdi. Yana qizg'in qarshi olaylik. Təşkillaş mükafatını Abdunum rayonluq ayollar birləşməsinin muavin rəisi Sədəbqan, Səhiyyə Nazaratının muavin naziri Məmtimin Sabir, Şinjan televiziya stansiyasının muavin başlığı Abdullah Yolvas qatarlıq yoldaşlar tarqitib berdi. Hər bir komandanınki vəkilləri, qani mərhəmət. Hürmetli televizor köygüçüler, rehberler, mehmanlar. Bugünkü 90-cı yıllardaki Ballar Teraqqiyat Plan Programması bilimlerden zehn sınaş musabıqısı Muşiyada ayaqlaşdı. Hürmetli televizor köygüçüler, həmminglarning tiniği salamatlik, xizmetinglarga utuq tilaymiz. Hayır, hoş.